Bugun Marg'ilon shahri chinakam ma'noda qurilish va bunyodkorlik maskaniga aylangan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shahardagi Ipakchi hamda Qirguli mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 68 ta ma'nan eskirgan uylar o'rnida bugun 440 xonadondan iborat 11 ta ko'p qavatli uylar qurilishi jadallik bilan olib borilmoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi hamda topshiriqlariga asosan 2024-yilning avgust oyida Ko'hna Marg'ilonning Ipakchi hamda Qirguli mahalla fuqarolar yig'ini hududlaridagi bir qavatli, ma'nan eskirgan turar joylar renovatsiya qilinib, o'rniga zamonaviy ko'p qavatli uylar qurilishi boshlab yuborilgan edi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay bugun zamonaviy ko'rinishdagi ko'p qavatli uylar ushbu maskanda qad rostladi. O'tgan asr o'rtalarida qurilgan pastqam binolarda aholi kundalik hayot tarzi uchun zarur bo'lgan oddiy shart-sharoitlar ham deyarli yo'q edi. Tor uy-joylarda 2-3 oila bir amallab kun ko'rib kelardi. Eski, ko'rimsiz manzaralar tabiiyki shahar va mahallalar ko'rki obodligiga mos tushmasdi. Bugun bu yerdagi manzara, holat o'zgardi. Ma'nan eskirgan uylar aholi roziligi bilan renovatsiya dasturi asosida buzilib, uning o'rnida ko'p qavatli uy-joylar qad rostladi. Renovatsiya dasturi asosida uy-joylari buzilgan mulkdorlarga shu yerning o'zidan qurilayotgan ko'p qavatli uylardan kompensatsiya to'lovsiz xonadon berilishi belgilangan. Asosiy maqsad esa mulkdorlar huquq va erkinliklarini himoya qilish, ularga munosib shart-sharoitlar yaratib berishdan iborat. Men Jalilova Hamshibahon, Marg'ilon shahar Ipakchi mahalla Qirg'ozda yashardim. Uyimiz eskirib qolgan 2 so'tili joyida hozir buzilib, har bitta bolamga alohidadan uy berildi. Uylar ham chiroyli, mana mebellar bilan jihozlanib, hamma yo'li chiroyli. Mana har bitta xonasi yorug', yo'llari ham qulay, yo'llarimiz mazza yashaydi. Sirasini aytganda, yangi loyiha eski shaharga ulug'vorlik, ko'tarinkilik baxsh etish bilan birga aholi yashash sharoitlarini yaxshilash, uy-joyiga bo'lgan talab va istaklarni qondirish imkoniyatini ham beradi. Qilinayotgan barcha ishlar odamlar farovonligini yaxshilashga, shahar ko'rkiga ko'rk qo'shishga qaratilgan.